Avtomobil yo'llari mamlakatimiz transport tizimining ajralmas qismi bo'lib, iqtisodiyotning barqaror rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Yo'llarning texnik holatini saqlab qolish, ularning xizmat muddatini uzaytirish va harakat xavfsizligini ta'minlash esa doimiy nazoratni talab etadi. So'nggi yillarda yuk tashish hajmining ortishi bilan birga ayrim haydovchilar tomonidan avtomobil yo'llarida belgilangan vazn va hajm me'yorlariga rioya qilmaslik holatlari kuzatilmoqda. Bunday ortiqcha yuklama yo'l qoplamasini tez shikastlaydi, asfalt qatlamini yemiradi va katta iqtisodiy zarar keltiradi. Shu kabi holatlarning oldini olish maqsadida Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida vazn va hajm parametrlari bo'yicha kuchaytirilgan reyd tadbirlari o'tkazilmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi Avtomobil yo'llari bosh boshqarmasi hamkorligida Beruniy tumani hududidagi A380 G'uzor-Buxoro-Nukus-Beynuv avtomobil yo'lining 661-kilometrida joylashgan statsionar tarozi postida yuk transport vositalarining ortiqcha yuklama bilan harakatlanishiga qarshi kuchaytirilgan nazorat tadbirlari olib borilmoqda. Mazkur tadbirda Qoraqalpog'iston Respublikasi Avtomobil yo'llari bosh boshqarmasi boshlig'i Umirbek Matnazarov ham ishtirok etib, joylardagi nazorat holatini o'rgandi. Reyd davomida yuk tashish qoidalarini buzgan haydovchilarga nisbatan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi va belgilangan tartibda transport vositalari jarima maydoniga joylashtirildi. Ba'zi haydovchilar statsionar tarozidan qochish maqsadida tog' ortidan o'tuvchi noqonuniy aylanma yo'llar tashkil etgani ham aniqlandi. Reyd davomida ushbu noqonuniy yo'llar maxsus texnika yordamida qazib tashlandi va ulardan qayta foydalanishning oldi olindi. Bu choralar nazoratning kuchaytirilganini, yuk tashish jarayonida hamma uchun teng shart-sharoit va qonuniy tartib o'rnatilayotganini yana bir bor ko'rsatadi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, har bir ortiqcha tonna yuk yo'l qoplamasiga bir necha baravar ortiq bosim beradi. Hozirgi zamonaviy transport vositalari 80, 90, 120 tonnagacha ham yetib bormoqda. Bu albatta ham qoplama, ham qoplamani ostidagi asosga ham o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Natijada yo'lning xizmat muddati qisqaradi, asfalt qatlamida cho'kish, yoriq va deformatsiyalar yuzaga keladi. Ruxsat etilgan yuk me'yorlariga rioya etish bu nafaqat yo'l sifatini saqlash, balki haydovchi xavfsizligi va harakat madaniyatining kafolati hisoblanadi. Bunday tadbirlar yo'l infratuzilmasini asrash, yuk tashish sohasida tartib va qonuniylikni mustahkamlash hamda yo'llarni haddan tashqari yuklamalardan himoya qilishga xizmat qilmoqda. Yo'l bu iqtisodiyotimizning qon tomiri. Uni asrab-avaylash har bir haydovchi va tashkilotning burchidir. Qoraqalpog'iston Respublikasi Avtomobil yo'llari bosh boshqarmasi